Olganga yarasha xuddi mana shunaqasida olib ishlatishni niyat qilib qo'yganlar videoga bitta like bosib qo'ysanglar bo'laveradi. Videoni oxirigacha ko'rgan bitta ishtirokchimizga Lori.uz tomonidan sovg'ani beramiz. Videoni oxirida shartlarni aytib o'tib ketaman. Endi mashinaning ma'lumotlari bilan birma-bir tanishtirib o'tsam, 2018-yilda ishlab chiqilgan Volvo Euro 6 bu 460 taligi, yurgan masofasi ham zo'r ekan. 688 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salonlarning ichki holatlarini videoda o'zingiz ko'rib baho berib qo'ysangiz ham bo'lardi. Idealniy holatda turibdi, robot korobkada. Keyin bu O'zbekistonga Pirgon kirib kelgan, O'zbekistonda hali ishlamagan uzun rama, katta bakda, baklari jami 1250 litrli bak bilan jihozlangan. Balonlarning holatini videoni o'zida ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Oldi balonlarning holati. Orqa balonlarning holatiga keladigan bo'lsak, orqasini ham ko'rsangiz bo'ladi. 80-90% holatda turibdi. Xullas, mashinada hech qanday kamchilik yo'q. Olgan odam sirazi ishga chiqarib yuborsa bo'laveradigan holatda turibdi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, mashinani egalari 61 ming AQSh dollar deb aytayaptilar. Telefon qilib, yana o'zlari bilan kelishilgan holatda yaxshi narxlarga savdolashib olsangiz bo'ladi. Manzil Namangan viloyati Chus shahrida turibdi. Endi sovg'ani yutib olish shartlariga keladigan bo'lsak, Lori.uz'ni bilasizlar, ichki va tashqi yuklarni tashuvchi logistika kompaniya. Hozirgi kunda Telegramdagi obunachilar soni 29 mingdan oshiq obunachiga ega bo'ldi. Endi yagona sharti Lori.uz'ni Instagram sahifasiga obuna bo'lgan bo'lish kerak hamda Telegramdagi guruhiga obuna bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Kommentariya yozib qo'yasiz. Kim komment ko'p like yig'adigan bo'lsa, hop, Lori.uz tomonidan berilgan sovg'a hamda elektron termos hamda bitta power bankka egasiga topshiramiz. Qaysi viloyatda bo'ladigan bo'lsa, BTS pochta orqali chiqarib yuboramiz. Videoga like bosib, mana shunaqa Volvo'ning haqiqiy ishqibozlariga bu videoni jo'natib qo'yish ham esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.